Namangan viloyati Uyush tumani Abrorbek mol fermasining yonginasida aniqroq mo'ljallab aytsak, nima edi nomi? Chimotar. Paxta ottiradigan, ko'rpacha to'shakka paxta ottiradigan sex bor. Aziz obunachilar, aniqroq mo'ljallab aytib o'tyapmiz. Mana Abrorbek mol fermasidamiz. Hozir shu Abrorbek rossiyskiy Greenford buqalarini ko'rsatib o'tamiz. Bizdan yiroqlashmang, biz boshladik aziz obunachilar. Ekrandagi nomer sizlarning xizmatingizda. Assalomu alaykum, Foziluz YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan chorvador aka-ukalar, buqa ishqibozlari, nasl ishqibozlari. Namangan viloyati Uyush tumani Yorketak qishlog'ida Abrorbek ukamizning mol fermasidamiz. Abrorbekka Rossiyaning Gorniy Altaydan yangi partiya buqalar keldi. Bundan 2 kun oldin kelganda ko'p obunachilarimiz telefon qilib Fozilga Abrorbek sotib o'tdi deb mendan xafa ham bo'lishdi. Hurmatli obunachilar, bir-birimizni to'g'ri tushunaylik. Nimagaki Abrorbekka endi sizlarga o'xshagan shunaqa shinavanda, buqa shinavanda akalarimiz kelgandan keyin bu ham sotib oladi. Endi kimdir videoni kechroq ko'radi, kimdir ertaroq ko'radi. O'shani hisobiga buqalarimiz sotilib ketib qolyapti. Videoni o'tkazmay ko'ring, ekrandagi nomerga albatta telefon qilganda bormi, yo'qmi deb aniq ma'lumot bilib keyin kelsangiz, shunda hamma bir-biridan xursand bo'laveradi, hech kim bir-biridan xafa bo'lmaydi. Bugungi sana 17-oktyabr haftaning juma kuni 2025-yil barchangizga kirib kelgan Saidul ayyom, juma ayyom muborak bo'lsin deya bugungi video roliklarimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Mazza qilib mana juma namozini o'qib chiqib siz bu buqalarimizni ko'ryapsiz, buqachalarimizni aziz obunachilar. Albatta ulgurib qolishingni tavsiya qilaman, faqat tavsiya qilaman aziz obunachilar. Nimaiki olgan odam hech qachon afsus qilmaydi. Bu buqalarni qarang, mashalloh, janavorlarning turishini qarang. Ey, bularni har bitta boqqaningiz barakada aziz obunachilar. Videoni o'tkazmay ko'ringni, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, Fozildan aloqa qilishamiz deb kelib buqalarimizni bemalol sotib olishingiz mumkin. Hurmatli aka-ukalar, yoki bo'lmasam Foziluz Telegram kanali bor. Telegram kanalimizda albatta obuna bo'lgan bo'lsangiz, Telegram kanalimizda bu mol fermaning manzil lokatsiyasi bo'ladi. Bexijolat kelib ko'rib buqalarimizni sotib olib ketsangiz bo'ladi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Video roligini boshlaymiz. Abrorbekka so'zni bildirib beramiz. Abrorbek. Assalomu alaykum. Abrorbek, mikrofonni mana ham siz ham taqmamiz-ku. Qo'ng qarang. Mikrofon tez taqib olaylik, ha? Ha, endi so'rash bo'ling keyin taqib. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu. Charchamayapsizmi aka? Mazangiz yaxshimi? Charchamang. Obunachilarga ham assalomu alaykum. Hammaga. Boringizga shukur uka. O'tgan safar obunachilarimiz juda ba'zi birlar mendan xafa bo'lishdi. Abrorbek molni sotib qo'yibdi, borgunimizcha faloncha qopti, pistoncha qopti deb xafa bo'lishdi. Hurmatli obunachilar, endi odam kelib turgandan keyin buni to'xtatib bo'lmaydi. Buni o'zingiz yaxshi bilasizlar. O'shaning uchun o'zingizdan xafa bo'lmaydi. Haqiqatan ham talamosh oldi qo'yarishdi. Narxi ham juda arzon qilib yurdi. Narxi xudo xolisa Namanganda eng arzon buqalar sizda Abrorbek. O'shaning uchun obunachilarimiz xafa bo'lishyapti. Biz uspet qila olmay qolyapmiz deyishyapti. Inshaalloh bugun uspet qilasiz, hoji aka. Juma namozini o'qib, maza qilib odam yengillab chiqqandan keyin Abrorbekga oldiga to'g'ri kelaverasizlar, ha Abrorbek? Albatta, ishimizga chiqaman ekan. Bo'ldi, kelaverasizlar. Endi hurmatli obunachilar, biz endi ichkariga kiramizda nima o'yin qilamiz? Cho janovar, cho. Qani, yurinachi ko'raylikchi bir. Hurmatli aka-ukalar, yiroqlashmayni. Ketdik, ko'rishda davom etamiz. Ayiq polvonlar, xudo xolasa kelibdi, qani. Mashidan sekin o'tib olaman endi. Bismillah. Cho janovar. Qani, bismillah. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy ona ustiga to'lgan pilminnoy, qoni, zoti aynimagan jingalak, o'sha qora qizillardan aziz obunachilar, mana yetib ketdi Abrorbekka. Jingala deganlari yetib ketdi. Xo'p, ko'ryapsiz, buqalarimiz targ'ili Greenford desangiz, targ'ildan, qora qizildan desangiz, qora qizildan. Mana bunday qo'ng'iroqli qizildan, qora qizildan desangiz, qo'ng'iroqli qora qizildan mavjud, xudo xolasa. 7 ishchilarni aytishimiz shart emas. 7 ishchi zo'rligi uchun holatlari ham shunaqangi holatda aziz obunachilar. Asosan tuxum kalla o'sha to'qol variantlardan ekan, cho'qiborlar ham mavjud orasida aziz obunachilar. Xo'p. Abrorbekka ham so'z navbatini beray-a. Bo'ldi, Foziljon aka, nima deymiz endi? Tinchmisiz? Rahmat aka, o'zingiz ham tinchmisizlar? Juma ayyomi muborak. O'zingizni hamma obunachilarimizga ham juma ayyomi muborak. Yashang uka. Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Hurmatli obunachilar, mana shu holatda turibdi mana buqalarimiz. Qo'ramizda nechi bosh bu qo'ramizda? Birinchi qo'ramizda. 27 bosh aka. 27 bosh
Gapiring narxini, kuttirmaylik. Hamma gap narxda. Dastavkalarni gapirib qo'ying, keyin narxini gapirasiz. Bo'ldi aka, 27 bosh quyug'i suyug'i bir joyga bo'lsa aka 19,5 milliondan ozmuncha xayri bor. 19,5 milliondan Bir joyga bir 22 joyga tez. kelishadigan joylari bor. 19,5 milliondan aziz obunachilar. Kechagi sotganimizdan bular kattalar kelgan. Avval kuni chiqarganimizdan katta bular Foziljon aka. Orga chiqarganimizdan katta. Ha, ancha katta bular. Dastavkani nima dedik? Dastavkani kelishamiz xudo xohlasa, gap so'zi yo'q. Murosa qilamiz dastavkani. Rosa qilinadi. Xo'p. Endi narxini aytingchi Abror Bey, narxi qanaqa uka bizga? Keling, bitta akamiz qayerga ketib qoldi? Mana ularni baqa haydash uni yoqqa ketib qoldi aka. Bularni o'zib ko'rsataylik. Qachon keldi? Shularni ayting. Foziljon aka bu yerdan namozdan oldin tushirdi bularni ham. 17-chisla kuni. Ha, juma 17-chi kuni, oktyabr 17-oktyabr kuni yetib keldi. Aha. Xo'p. Aka shu bir joyga 27 desam, bir joyga oladigan bo'lsa aka 19,5 milliondan. Haydang aka, haydang. Ag'dan tushmayapsiz-da. 19,5 milliondan. Ha, Bag'dan haydaymiz. Mayli. Bo'limiz bayda. Bo'lgan joydan haydaysiz. Namozlarimiz juda go'zal. Mana akalar. Bo'ylardan aziz obunachilar 1.5 plus 1.10 gacha bo'y bastlari bor. Bo'y Hali- bastini shu men aytgan Charchag'i chiqmadi bularni aka. hisob kitob qilaverasizlar. Haydayver. Xudo xolasa sog'liqlari endi oyoq qo'llari butun. Biz ko'rib turibmiz. Xudo xolasa biz ko'rganimizni sizga imkon qadar yetkazishga harakat qilamiz. Qanday holatdaligini. O'shaning uchun xudo xolasa ikkilanmay kelib ulgurib qoling. Eng asosiysi sog'lom buqalarimiz. Kelgan odam ko'rib, bitta oladigan odam ikkita o'g'iz kiyib ketadigan buqalar ekan. Abror Bey. Yo'q aka. Xo'p, narxini ayting, uka, narxini. Aka 17,5 milliondan ikkita chiqarib beramiz. 17,5 milliondan ikkita chiqarib beramiz. Ikkita chiqarib beramiz. Yana-chi? Hop. Yana tanlashiga qarab aka pashtimollarimiz bir xil. Qashti bir xil, to'g'ri. Aha. 17,5 dan ikkita chiqarib beramiz. Aha. Mana shu 27 taning ichida 10 ta tanlab olsang aka 20 milliondan. 20 milliondan 9,5 dan qilib beraveramiz, mumkin bilasiz. Yo'q, aka o'shanda bog'larni ham kelishtirib aytamiz hozir. 20 milliondan kamini qilib berasiz-da. Ozmuncha xayrisi bor aka. So'lasi bo'ladi, 20 Aha. milliondan. Ha. 20 milliondan 10 ta kattalarni tanlab olaman deganlarga 20 milliondan kamini qilib beriladi. 17 dan dedingizmi? Ha, u yerda. Ikkita 17 milliondan chiqarib beriladi. O'sha 17 million aytgani ham kamini qilib beriladi. Hammasini bir joyga olganga qanchadan aytdik? 19,5 milliondan. Kamini qilib beriladi. Ozmuncha xayrisi bor aka. Tanlab olishga nechi puldan nechi pulga qo'yib qo'yamiz? Aka, mana shu qo'ramizni 20 milliondan 17,5 milliondan 20 milliongacha qo'yamiz. 17 milliondan 20 million so'mgacha tanlab olishga narx qo'yildi aziz obunachilar. 17 millionga sotganingizda siz dokazat qilib odamlarga ko'rsatib Ha, qo'ying. ko'rsatamiz aka, gap Ovora so'z yo'q. bo'lib kelib qolishmasin, ha? Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi. Hisob Gap bo'ldi. so'z yo'q aka. Qo'ramizni birinchi qo'ramizni narx-navosini biz yoritdik. Ikkinchi qo'ramizga o'tamiz aziz obunachilar. Ketdik, yuring. Bismillah. Xo'p, ikkinchi qo'ramizdagilar endi bulardagi nisbatan Ha, tetikroq bular. Biri 10 plus bular aziz obunachilar. Biri 10 plus bo'y basti bor. Xo'p. Soni nechta ikkinchi qo'ramizda Abror Bey? Bismillah. Ay canım. 12 tek aka bu yerda. 12 bosh. Aha. 12 bosh buqalarimizni narxini aytavering. Aka 12 boshi bir joyga 22,5 milliondan. Buni qarang. Qanchadan? 22,5 milliondan. 22,5 million. Ozmuncha xayrisi bor. 22,5 milliondan ozmuncha xayrisi bor. Har bittasini olganga ham kami bor, hammasini olganga ham kam bor. Xo'p, tanlab olishga hammasini bir joyga aytdik. 22,5 dan kam bor. Tanlab olishga-chi? 23,5 milliondan. Tanlab olishga 23,5 million. Buni qo'ramiz ichida 20 milliondan 23,5 milliongacha mol bor aka. 20 milliondan 23,5 million so'mgacha bo'lgan narxda mana shu qo'ramizda, ikkinchi qo'ramizda aytilgan narxda buqalarimiz bor aziz obunachilar. Haydayver. Xo'p, Xudo xolasa buqalarimizni ko'zim bilan ko'rib turibman, haqiqiy o'sha qozoqollik, misnoy, qoni, sorti buzilmagan Greenford buqalarimiz aziz obunachilar. Bu birinchi jihati, ikkinchi jihati oyoq qo'llari sog'lomligi juda mukammal, sog'lom buzoylari. Oyoqlari ham baqat Foziljon aka, haqiqiy bir ishqozchilikka boqadigan mollar. Ko'rib olsangiz bo'laveradi. Sog'lomligi 100% sog'lom buqalar. Xudo xolis garantiya sog'lomligiga. Turmaydi, hurmatli obunachilar. Sog'lomki shu holat turibdi. Mana. Narxlari Xudo xolasa tushunarli bo'ldi degan umiddaman aziz obunachilar. Hammasini mana shu ikki qo'rani nech puldan qilib berasiz ko'z-ko'zga? Ikkala qo'ranimi? Quyug'i suyug'i aka 20 milliondan bor aka bir joyga. 20 milliondan? Kam bo'lmaydi. Ozmuncha xayrisi ham bor mali, ozmuncha. Gap yo'q. Yo'q deganingizda men shuni so'rardim. Yo'q aka, qilib beramiz xayrisini. 20 milliondan kelishtirib beraman deyapti aziz obunachlarim. Kelinglar, ko'ringlar, 20 milliondan kelishtirib beraman. Hammasini bir joyga olgan odamga deyishyapti. Inshaalloh olgan odam hech qachon afsus qilmaydi. Buqalarning soni cheklangan aziz obunachilar. Sababiki ko'ryapsiz-ku, yaxshi narsa doim tez sotilib ketadi. O'shaning uchun ulgurib qoling. Ulgurmasangiz aniqlik kiritib telefon qilganda keyin yo'lga chiqing.
Xo'p, nima deymiz endi? Abrorbek, savdangizga Alloh barakasini bersin. Aytganingiz aka. Obunachilarimizga xizmat qilishda bardavom bo'ling. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta obunachilarimizdan uzr so'raymiz. Yana bir bor juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Barcha chorvador aka-ukalarimiz, shoirlarga Alloh o'z barakotini yog'dirsin. Ularning qatori bizlarga ham shu niyatli nasib ro'za aylasin. Amin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, aziz obunachilarim. E'tiboringiz uchun rahmat. Boringlarga behisob shukrlar bo'lsin. Turishini qarang buni. Joningdan seni.